Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy Tayvan prezidentining so'zlariga qarshi chiqdi. Xitoy rejimining Tayvan ishlari idorasi bayonotchisi Chen Binhua Tayvan prezidenti Lai Ching-tening so'zlarini bo'lgunchilik deb baholab, uni yolg'onchilik va qudratqo'liq bilan aybladi. Xinhua agentligining 16-iyuldagi xabarida bildirilishicha, Chen Binhua Tayvan prezidenti Lai Ching-tening birlashish to'g'risida 10 dars temasi ostida qilgan nutqlarining yolg'on va safsatalarga to'lganligini bildirib, mazkur nutqlarining bo'lgunchi Tayvan mustaqilligi ta'birlarining bir to'plami ekanligini aytdi. Chen Binhua chorshanba kuni o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida mazkur darslarning Xitoyning qizil siziqlarini eshib ketganligini va Xitoy rejimining buningga beradigan javoblari haqida to'xtaldi. Chen mazkur darslarning yolg'on, aldamchilik, dushmanlik va kuch kiritish mazmunlaridan iborat ekanligini ta'kidlab, tarixning qasddan burmalanganligini va bu ta'birlar orqali Tayvan bo'g'ozining ikki qirg'oqi o'rtasida qarshilashish holatini paydo qilishga harakat qilinayotganligini ifodaladi. Chen yana bu atalmish darslar Lai Ching-tening tinchlikning buzg'unchisi va oshkora urush qudratquchisi ekanligini isbotlaydi, dedi. Chen Tayvan bo'g'ozidagi hozirgi jiddiychilikning asosli sababi Demokratik ilgirlash partiyasining siyosati va Lai Ching-tening Tayvan mustaqilligi fikrida ching turishi sababidan ekanligini ta'kidladi. Xitoy bayonotchisi oxirida yana Xitoyni parchalashni nishon qilgan har qanday kuch va harakatning qat'iy zarbaga uchraydiganligini jar soldi. Amerika dengiz osti kabellarida Xitoy texnikasini cheklashni planlamoqda. Amerika Federal aloqa komiteti FCC 16-iyul Xitoy texnikasi yoki uskunasi bor dengiz osti aloqa kabellarining Amerika Qo'shma Shtatlariga ulanishini cheklaydigan qoidalarni qabul qilish niyatida ekanligini e'lon qildi. FCC raisi Brandon Carr bu haqda qilgan so'zida yaqinqi yillarda dengiz osti kabel osti qurilmalarining Xitoydagi raqiblar tarafidan tahdidga uchraganligini ko'rdik. Shuning uchun dengiz osti kabellarimizni chet el raqiblarining ig'dorchiligi va erishishiga qarshi qo'g'dash uchun tor va fizikalik tahdidlarga qarshi harakat qilamiz, dedi. Amerika yillardan buyon Xitoyning tor harakatini boshqarishdagi roli va ehtimol josuslik xatari masalalari haqida andisini ifodalab kelayotgan bo'lib, Amerika navbatda xalqaro internet harakatining 99%ni yetkazadigan 400 dan ortiq dengiz osti kabelidan tarkib topgan tor bilan munosabatlik texnik keng sonliq ma'lumot bexatarlik andisiga ega. 2020-yildan buyon Amerika taraf ittifoqdoshlari bilan birlikda Amerikani Hong Kongga bog'lashni maqsad qilgan 4 kabelning amaldan qoldirilishida ochqishliq rol o'ynagan. Kaliforniya valisi Trumpning kelgusini Xitoyga topshirishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Kaliforniya shtatining yuqori sur'atli poyezd planini nishon qilib, planga ta'minlangan milliardlarcha dollarlik federal fondning qaytirib elinganligini bildirdi va Kaliforniya valisi Gavin Newsomni nishon qilgan holda planning haddidan ziyoda qimmat ekanligini ta'kidladi. Vali Newsom bo'lsa Trumpning kelgusini Xitoyga topshirishiga yo'l qo'ymaydiganligini ifodaladi. Trump Truth Social ijtimoiy taratquv supasidan Kaliforniyaning yuqori sur'atli poyezd plani to'g'risida uchur ham baharladi. Planning haddidan ziyoda qimmat, keraksiz ko'p nazoratga tortilgan va hech tamomlanmaganligini ko'rsatgan Trump, Kaliforniyaning dahshatli darajada qimmat, hech yerga bormaydigan yuqori sur'atli poyezd plani uchun fond ta'minlashdan sizlarni rasmiy holda qutqizganligimni jakarlashdan intayin hayajonlanyapman degan iboralarni ishlatdi. Trump Kaliforniya valisi Gavin Newsomning layoqatsizligi sababidan o'tirg'a chiqqan bu chiqimning Amerika fuqarolariga yuzlagan milliard dollarga to'xtagan bo'lsa-mu, hech qanday foydaga erishtirmaganligini ifodaladi. Plan doirasida planlangan temir yo'lning texi yasalmaganligini ko'rsatgan Trump federal fondlarning endi bu planga xarajat qilinmaydiganligini bildirdi. Amerika Qatnash transport ministrligining bu haqdagi bayonotida federal temir yo'l idorasining mazkur planga ayirgan taxminan 4 milliard dollarlik fondni amaldan qoldirganligi tilga elindi. Yaqinqi 16 yilda mazkur planga taxminan 15 milliard dollar sarf qilinganligi bildirilgan bayonotda
hozirgacha hech bir yuqori sur'atli poyezd yo'lining ishga kirishtirilmaganligi bildirildi. Vali Newsom bo'lsa, bu masalaga munosabatli yozma bayonotida federal yordam kelishimining bekor qilinishining qonunsiz ekanligini bildirib, poyezd yo'llarining qurilish bosqichida ekanligini eslatdi va Kaliforniyaning bu harakatga qarshilik ko'rsatish uchun barliq tanlashlarni ko'zdan kechirayotganligini, Trumpning kelgusini Xitoyga topshirishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidladi. Trump Xitoyning fentanil shoykalariga o'lim jazosi qo'llanishi mumkinligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump chorshanba kuni Xitoyning fentanil ishlab chiqaradigan va tarqatadigan kishilarga o'lim jazosi berishga boshlaydiganligiga ishonganligini bildirdi. Trump bu bayonlarini haddidan ziyoda fentanil ishlatganlikdan hayotidan ayrilgan kishilarning oila a'zolari qatnashgan HALT fentanil qonunining imzo marosimida qildi. Trump faoliyat jarayonida Xitoyga fentanil sababi bilan qo'shimcha tamojni beji qo'yganligini bildirib, meningcha biz bu masalani hal qila olamiz va Xitoy fentanilni ishlab chiqaradigan va davlatimizga avatadigan kishilarga o'lim jazosi beradi dedi va so'zlarini buning yaqinda ishga oshadiganligiga ishonaman deb oxirlashtirdi. Turkiya Isroiliyaning Suriyaga qaratgan hujumlarini aybladi. Ankara Isroiliyaning Damashqqa qilgan havo hujumining Suriyaning tinchlik o'rnatish po'ristiga tahdid elib kelganligini bildirib, har qaysi taraflarni sovuqqonlikni saqlab, qaytadan butunlashish harakatini qo'llashga chaqirdi. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi Isroiliyaning Damashq markaziga qilgan eng yangi havo hujumini ayblab, bu hujumlarning Suriyaning tinchlik, muqimlik va bexatarlik o'rnatish tirishchanligiga qasddan buzg'unchilik qilganligini o'tirg'i qo'ydi. Ankara bu xil harakatlarning urush ma'lumotchiligidagi davlatning munosabatni normallashtirish yo'lida qo'lga keltirgan tepilg'isiz po'ristini xatarga ittirishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Bayonotda yana Suriya xalqining tinch yashash va dunyo bilan birlashishi uchun tarixiy po'risti bor deyildi. Turkiya Suriyadagi siyosiy hal qilish chorasini qo'llaydigan barliq aloqador taraflarni hukumatning tinchlikni qo'g'dash tirishchanligiga ijobiy to'kib qo'yishga chaqirdi. Suriya davlat agentligi Sananing xabariga qaraganda, Isroiliyaning poytaxt Damashqqa qaratgan eng yangi havo hujumida bir qancha odam yaralangan. Isroiliyaning Suriya armiyasi bosh shtabi joylashgan rayonga qilgan oldingi hujumida o'lgan va yaralanganlarning borligi bildirildi. Xabarlarga qaraganda, Isroiliya yana prezidentlik mahkamasiga yaqin bir joyni bombardimon qilgan. Isroiliya chorshanba kuni Suriyaning janubidagi Suvaydaga qaytadan havo hujumi qo'zg'ab, Suriyaning egilik huquqiga yana bir qatim xiloflik qildi. Bu hujumlar qurolliq duruz va badaviy guruhlari o'rtasida yuz berib, kam deganda 30 kishi hayotidan ayrilgan to'qinishlardan keyin bexatarlikni, fuqarolar va ularning mol-mulkini qo'g'dash uchun Suriya armiyasi rayonga askar o'rinlashtirayotgan asnoda yuz berdi. Suriya armiyasining Suvaydaga kirib urush to'xtatishidan keyin Isroiliyaning havo hujumlari natijasida Suvaydadan Suriya armiyasining chekinishi bilan tang Isroiliya qo'llab kelayotgan durziylarning rayonda sunniy musulmonlarni qatl qilishga boshlaganligiga doir nurg'un sirlar tarqalmoqda va vaziyat kunsiri og'irlashmoqda bo'lib, hozirgacha yuzlarcha kishining o'ldirilganligi bildirilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.